Ofatni oldin bilalamsiz. 1986-yili 1-oyning 28-kuni. Kanaveral dengiz tumshug'ida havo ochiq edi. Jang e'lon qiluvchi nomli olam aeroplanining osmonga ko'tarilishini ko'rish uchun kelgan tomoshabinlar sahnada liq o'ltiratdi. Jang e'lon qiluvchi dal vaqtida bo'shliqqa ko'tarildi. 7 sekunddan keyin aeroplan o'rilib aylandi. 16 sekund bo'lganda aeroplanning kayni butunlay yer yuzi tarafga o'rilib bo'lgan edi. 42 sekund bo'lganda hamma ish normal bo'lib, egizligi 8000 metr edi. 59 sekund bo'lganda egizligi 10000 metr bo'ldi. Asosliq motor butunlay ishga kirishib, yer yuzidagilar topshirib olgan sonliq ma'lumotlar normal bo'ldi. 72 sekund bo'lganda egizligi 16600 metr bo'ldi. Jang e'lon qiluvchi tuyuqsiz bir top kuchlik nurda chaqnapla, ondan bir top zo'r o't shariga aylandi. Jang e'lon qiluvchi fojiaga aylandi. Bu Amerika olam qatnashi tarixidagi eng chong voqea. Ashu echinishli bir top o't taki hozirgacha ashu bir davr kishilarning qalbida qolgan. Barliq odamlar cho'chigan va azoblangan. Biroq shundoq bir odam bor. Xuddi shu ishning yuz berdiganligini oldin bilgandakla, u odam dal Bivi Yogris ismli perxo edi. Jang e'lon qiluvchi nomli olam kemasi hodisasi yuz berishidan 5 yil burun Yogris konvert ichiga selingan bir parcha rasm orqali bu voqeani oldin faraz qilganligini aytgan. Ayni chog'da bunday tasvirlagan. Men o'ng qo'lim bilan konvertni olganda rasmning bevosita holda kallamga kirganligini his qildim. Eng dastlabki rasm bo'lsa havo bo'shlig'i. Men buning bilan hozir qilayotgan ishning munosabati yo'qligini bilatdim. Ondan raketa bilan olam aeroplanini ko'rdim. Ammo raketa olam kemasiga qaraganda bakrak aniq ko'rindi. Atrofida ba'zi chambarlar bor. Men bularning nima ekanligini bilmayman. Ammo qarmoqqa yem etishga ishlatilgandek qiladi. Bu chambarlar yem etilmagan edi. Ichidagi yiqilg'ular chiqishga boshladi. Ondan u portlab ketdi. Hech qancha odam Perxonning so'zlarini ilmiy tadqiq qilib baxmadi. Amerika olam qatnashi idorasi texmi mumkin emas deb qaradi. Bir qancha yildan keyin jang e'lon qiluvchi nomli aeroplan uchish oldida ba'zi injenerlar yem etadigan chambarning muqimligidan izchil ansirab kelgan edi. Ammo bu hodisadan hamon saqlanqili bo'lmadi. Jang e'lon qiluvchining mag'lub bo'lishi kishilarga necha yil avvalgi Yogris ismli Perxonning deganlarini eslatib qo'ydi. Acaba u ayni chog'da bu ofatni oldinala ko'rganmi? Ondaqda u qanday qilib oldin ko'rgan? Yogrisga ishonadigan bir jamiyatshunos ilgari mundaq bir tushuntirish bergan. Konvertni elish orqali kelgusini oldin ko'rishni Perxonlar doim qo'llandi. Biz buni ko'ngilni egallash deb ataymiz. Qo'l bilan konvertni qayta tutganda kallimizda bir rasm paydo bo'lib, ichiga zot nimaning qachlanganligini deb beradi. Perxonlar bilan odatdagi odamlarning farqi shuki, ular o'tgan, hozirgi va kelgusida bog'lanishliq bo'lgan uchurlarga erisha oladi. Ammo nurg'un olimlar uning oldin deganligiga ishonmagan. Ular ishonchlik dalil bo'lmagan ahvol ostida bu faqat bir mezgillik soxta aslama, rivoyatning qilchi farqi yo'q deb qaragan. Biroq Perxonlarni qo'llaydiganlar buningga intayin ishongan. Bu sezgu a'zolaridan tashqari sezim mavjudligining kuchli isboti bo'lib, yana biz doim deydigan alayda iqtidor psixologiyasidir. Xo'sh, undaq bo'lsa alayda iqtidor psixologiyasi degan nima? Amaliyotda alayda iqtidor psixologiyasi deganimiz ilmiy usuldan foydalanib alayda ahvollarni tadqiq qilishni ko'rsatadi yoki darajadan tashqari iqtidor deyildi. Hozir tadqiq qilinayotgan darajadan tashqari iqtidorlar asosligi ESP va PK deb ayrildi. ESP'ning umumiy atalishi sezgu a'zolaridan tashqari sezim bo'lib, tor ma'noda odatdagi odamlar bilinmagan hodisalarni farq etish hamda bu hodisalarga aralashish iqtidorini ko'rsatadi. Ammo PK'ning umumiy atalishi bo'lsa, ongliq harakat kuchi bo'lib, asosligi jism harakatini tutish orqali kontrol qilish emas, balki arzu orqali kontrol qiladigan iqtidorni ko'rsatadi. Alayda iqtidor psixikasining mavjud bo'lishining qanday real ahamiyati bor? O bir ilmmi yoki qadimdan qolgan aldamchilik mahoratimi? Barliq odamlarda kelgusini oldin bilalaydigan alayda iqtidor bo'lamdi yoki ba'zi odamlar bu iqtidorni ishlatishni bilib, ba'zi odamlar bilmamdi. Yoki faqat oz sondagi odamlar bu iqtidorni ishlata olamdi. Toki hozir qadar ko'pchilik bu masalalarni munozara qilishmoqda.
Alayda iqtidor psixologiyasi mushundaq talash tortish ichida jinoyat psixologiyasida doim qo'llanilmoqda. Iqro qilib unimig'ili uzun bo'lgan bir jinoyatchi so'roq qiluvchilarning zehnini bakla purtib etibdi. Bu vaqtda bir soqchi do'sti o'ziga o'rgatgan bir usulni o'ylabdi. Shuning bilan u so'roq uyga kirib, uydagi barliq chiroqlarni yo'rtibdi. Ondan jinoyatchining qo'lidagi ko'zini echib etib, bir yo'lanchuk yo'q o'rindiqni ustalning bulung'iga qo'yib, jinoyatchidan orqaga qaramay, ustalning bulung'iga dumbisini to'g'rilab o'ltirishni talab qildi. So'roqchi qayta boshdan so'roqni boshlabdi. Soqchi bilan jinoyatchi odatdagicha paranglashibdi. Bu vaqtda soqchi norozi bo'lgan holatda azroq oldiga engishibdi. Jinoyatchi angsiz holda kayniga yo'nibdi. Ondan kayinda bir ushliq narsaning teraklik turganligini his qilibdi. Shuning bilan jinoyatchida tashvishlanish ifodali ko'rilib, uzun qolmayli butunlay iqro qilibdi. Bu sehrgarlik emas yoki xumar qiladigan dori ishlatilmagan. Bu soqchining qo'llangan bo'lsa, dal alayda iqtidor psixologiyasidagi dilo bejirish mahorati. Xo'sh do'stlar, mana bugungi mazmundan balkim do'stlarimiz oz bo'lmagan psixologik savodlarga, turmush bilimlariga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz turmushda ba'zi narsalarni bak murakkab o'ylab olamiz. Amaliyotda shu kallamizda o'ylagan murakkab ishlarni biz ilmiy nuqtadan ko'zatgan vaqtimizda buni hal qilishning usuli unchalar murakkab emas. Biz odam psixikasininki o'zgarishchanligi, murakkabligi, har xil ish, hodisalarga yo'liqqan vaqtda shuning qarta har xil psixik inkoslar bo'lganligini yaxshi bilishimiz lozim. Bu shunday qilganda balkim biz murakkab deb qaragan ishlarni osonlikcha hal qilib yetishimiz mumkin.